Assalomu alaykum, Yakkasaroy tuman aholisi va tumanimiz mehmonlari. Hozirgi kunda ro'yxatga olinayotgan meningokok infeksiyasi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Meningokok infeksiyasi bu orqa miya va miya shilq pardalarini yallig'lanish bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Kasallik qo'zg'atuvchisini turli xil bakteriya va viruslar keltirib chiqarishi mumkin. Shu jumladan streptokoklar, meningokoklar, stafilokoklar va viruslarning ba'zi bir turlari ham meningokok kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Kasallik asosan o'tkir ko'rinishda o'tadi. Shu jumladan meningokok infeksiyasining bakteriya tashuvchilari ham mavjud bo'ladi. Bakteriya tashuvchilar asosan shu bakterial nazofaringit bilan kasallanuvchi bemorlarda yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun har bitta aholimiz o'zida kasallik belgilari yuzaga kelganda, ya'ni o'sha nazofaringit kasalliklari, laringit, o'tkir respirator virusli infeksiyalar yoki o'tkir respirator infeksiyalar yuzaga kelganda albatta hududiy oila poliklinikalarga murojaat qilib meningokok infeksiyasiga bakterial tekshiruvdan o'tishlarini maslahat beramiz. Meningokok infeksiyasini og'ir asoratlaridan biri bu meningoksemiya bo'lib, meningoksemiya o'sha meningokok qo'zg'atuvchilarini qonga so'rilishi va butun organizmga tarqalib o'ziga xos belgilarni yuzaga keltirishi va kasallikni juda ham tez rivojlanishiga sabab bo'luvchi ko'rinish hisoblanadi. Meningokok infeksiyasining eng asosiy boshlang'ich belgilaridan biri bu tana haroratini 38-39 darajagacha ko'tarilishi, bosh og'rig'i, qo'l oyoqlarda og'riq, qo'l oyoqlarda va bosh sohasida o'ziga xos toshmalar bilan yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda albatta juda ham ogoh bo'lib, tez tibbiy yordamga yoki bo'lmasam hududiy oila poliklinikalarga murojaat qilishimiz zarur. Meningokok infeksiyasi, qizamiq va boshqa turdagi yuqumli kasalliklardan o'zingiz va yaqinlaringizni kasallanishini oldini olishingiz va vaqtida murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. O'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.